Bugungi videoda biz sizlar bilan internetdagi saytlar yordamida video ko'rish, o'yin o'ynash, qanaqadir mikrotasklarni bajarish, sarveylarni bajarish yordamida pul ishlash mumkinmi yoki yo'qligini tekshirib ko'ramiz. Bu video to'liq video darslik sifatida, ya'ni qo'llanma sifatida tayyorlangan, hech qanday garantiya yo'q. Hammasi o'zingiz qo'lingizda va videoda ko'rsatgan o'sha ishlash yo'llari, pul ishlash yo'llari hammada individual bo'ladi. Ya'ni misol uchun kimdir $50, kimdir $100, kimdir $30 ishlashi mumkin, kimdir hech kim pul ishlamay qolishi ham mumkin. Ya'ni hammasi individual bo'ladi. Shuni ham inobatga olasiz va bu videoni to'liq video darslik sifatida qabul qilishingizni so'ragan bo'lardim. Yaxshilab joylashib o'tirib olinglar, choy, kofe damlab olinglar va video boshlashimdan oldin albatta videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qani unda biz boshladik. Xo'sh o'rtoqlar, kompyuterim ham ekraniga o'tib oldi. Endi men sizlarga hozir ko'rsatib beraman batafsil qanaqa topasizlar sayt, qanaqa bir ro'yxatdan o'tasizlar va hokazo. Ochki ham taqib oldim. Bu zrenyaniki bilasizlar, zrenyam past, shuning uchun taqib olganman. Va videoni boshlashdan oldin yana bir marta sizlarga aytib qo'yay o'rtoqlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Nimaga? Chunki meni Instagramim blok bo'lib ketdi. 20 mingta obunachi bor edi. Unda ham xuddi shunaqa videolar joylardim. Qaysidir sabablarga ko'ra bloklarim ketdi. Shuning uchun sizlardan podдержка qilsanglar, o'sha 30 mingta bo'lishimizga ozgincha qolgan. Sizlar obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Tez orada 30 mingta bo'lamiz. Keyin 40 ming, 100 ming. Shuning uchun podдержкаlarni kutaman. Biz bo'lsa davom ettiramiz videoni. Birinchi bo'lib Google, Safari, Yandex Firefox kirasizlar, Nomad Task yozasizlar. Va mana shu chiqayotgan birinchi saytga kirishinglar kerak. Bu yerda karscha yozib qo'ygan, e'tibor bermaysizlar. Buni qanaqa ishlatishni ham keyin tushuntirib beraman sizlarga. Va qaranglar, o'zimcha katta bo'lib ketibman, nomayli. O'rtoqlar, bu sayt ссылкасы Telegram kanalimda bo'ladi. Pastda Telegram kanalim bor. Kommentariy va описаниеda o'tib obuna bo'lib qo'yib, sayt ссылкасini olishingiz mumkin yoki bundan oldingi chiqayotgan yoki bundan keyingi chiqadigan videolarimga ham ссылкалari o'sha yerda bo'ladi, ya'ni saytlarniki. Xo'p, birinchi bo'lib Nomad Task'ga kiramiz va kirganimizdan so'ng hozir men o'zimiz sal kichkinaroq qilaylik endi qilib bo'ldi. Qaranglar. Bu yerda mana tasklar turibdi, ko'ryapsizlar, lekin bular karscha va inglizchada. Lekin buni sizlar tushunmaysizlar. Agarda menga o'xshab kompyuterda bo'lsanglar, mishkanimda o'ng tugmasini bosib, Translate to Uzbek ga bosasizlar. Bu sizlarga saytda ko'rayotganingizdek to'liq tarjima qilib beradi. Telefonda bo'lsanglar ham Google Translate o'rnatib olib, saytlarni tarjima qilishingiz mumkin yoki da aynan Chrome dan foydalansanglar, ya'ni o'zingizlarning iPhone yoki da boshqa nimalarga Chrome o'rnatib olasizlar. Mana shu programmani App Store yoki Play Marketdan va o'zida buni o'sha narsasi bo'ladi. Ya'ni o'rnatib olsanglar bo'ladi. Endi qaranglar. Bu yerda sizlar ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Mana tizimga kirish turibdi. Tizimga kirishni bosasizlar. Agar akkauntingiz bo'lsa kirasizlar, bo'lmasa hali hisobingiz yo'qmini bosasizlar. Ism, misol uchun bunaqa elektron pochta, parol yozasizlar, jinsinglarni belgilaysizlar, erkak yoki ayol, tug'ilgan yilinglarni belgilaysizlar va undan keyin o'zingizlarning yashaydigan davlatni belgilaysizlar va mana shu tugmani bosasizlar. Bu bilan ro'yxatdan o'tgan hisoblanasizlar. Va undan keyin akkauntinglar bor, sizlar prosta kirmoqchi bo'lsanglar, shunchaki login parolinglarni yozasizlar menga o'xshab va bosasizlar va bu bilan akkauntinglarga kirasizlar o'rtoqlar. Endi qaranglar, saytni tarjima qilishni bosib qo'yamiz. Hozir buni tarjimasi adashmasam ishlamayapti. Bo'ldi, ishladi. Endi qaranglar. Bu yerda mikrotasklar bo'ladi. Mikrotask bu nima? Ya'ni qisqa shartlar. Nimadir qilasizlar, shunga yarasha mukofot olasizlar. Bu yerda nima bor o'rtoqlar? O'zi Google ga kirsanglar, Nomad Task deb yozsanglar, mana bu yerda o'zi tarjimasi ham chiqadi, hozir ko'rasizlar. Nomad Task — это онлайн-платформа и маркетплейс микрозадач, которая связывает создателей контента и бизнеса с фрилансерами по всему миру для выполнения простых маркетинговых и реальных поручений. Tilim jingali bo'lib qoldi, buni o'qiyman deb. Qaranglar. Xullas, bu Nomad Task'da freelancerlar va bu yerda marketingda o'sha ishlaydigan odamlar bilan bog'lab turadigan narsa. Ya'ni marketologlar biznesini oladida, o'sha biznesini rivojlantirmoqchi bo'ladi yoki obunasini ko'paytirmoqchi bo'ladi, yoki odzivlarni ko'paytirmoqchi bo'ladi, yoki da foydalanuvchilarni ko'paytirmoqchi bo'ladi, to'g'rimi? O'sha biznes egalari marketologga pul ajratadi va marketologlar mana shu Nomad Task'ga pul beradi va Nomad Task bo'yicha ular o'ziga qanchadir foizini olib va o'shani sayt foydalanuvchilariga bo'lib beradi. Qaysidir o'sha shartni bajargani uchun, ya'ni bu shartni o'sha marketologlar belgilaydi va bu yerda
o'shaning uchun pul to'laydi. Bu narsani ko'pchilik tushunmaydi. Shuning uchun tekin pishloq faqat qopqonda bo'ladi deydi. Yo'q, tekin pishloq emas. Bu yerda mehnat qilasizlar va pul ishlaysizlar. Faqat hammada har xil bo'ladi. 100% ishlashiga garantiya yo'q, chunki hamma to'g'ri qilishi, noto'g'ri qilishi, qancha vaqt ajratishi, umuman ko'plab nyuanslarga bog'liq bu narsa. Qaranglar. Bu yerda Binance ro'yxatdan o'tsanglar $25 deb qo'ygan. Bu lekin yopiq ekan. Hozir mana bu yerda turibdi. Mana bu tepada faqat mavjud vazifalarni bossanglar ham aynan mavjudlari chiqadi. Misol uchun ilovani yuklab oling va foydalaning. Misol uchun telefoningizga yuklab olasiz. Bo'ldi, foydalanganingiz uchun sizga $1 gacha maksimal beradi. Ya'ni aniq $1 emas, $1 gacha. Bu yerda $1.5 gacha deb qo'ygan, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Misol uchun bu yerda mavzular postini qayta joylashtirish, ya'ni qanaqadir post joylashtirasizlar, nimadir qilasizlar. Misol uchun mana buni bosadigan bo'lsak, mana qaranglar. O'rtacha 0.60, ya'ni 7000 so'm atrofida deyapti. Maksimal $1 deyapti. Va qaranglar. Bu yerda nima qilishinglar kerak? Mana bu yerda to'liq shartini yozib qo'ygan. Kelinglar, shularga e'tibor qaratinglar, chunki ko'pchilik aynan mana shu joyga tushunmaydi. Ya'ni shartini bajardim, lekin pul to'lamadi deydi. Bu narsa noto'g'ri shart bajarishdan kelib chiqadi. Qaysidir misol uchun agar o'yin o'ynaydigan bo'lsa, o'zini vaqti bo'ladi, bajarish vaqti yoki qanaqadir taskga 1 soat beradi yoki 1 kungacha beradi. Ishlab topgan pulinglar 24 yoki 48 soatgacha yoki 72 soatgacha tushishi mumkin, ya'ni 3 kungacha. Shuning uchun e'tibor qaratinglar. Nima deyapti? Vazifani qanaqa davom ettirish kerak? O'rnatasizlar ekan, ro'yxatdan o'tasizlar ekan. Birinchisi qaranglar. Ilovani yuklab olish uchun havoladan o'tasizlar ekan. Google Play yoki App Store ga kirasizlar. Google Play yoki App Store dan yuklash degani o'zi yaxshi ilova degani, chunki App Store bilan Google Play ga o'zingizlarning ilovalarni chiqarish ham normalniy pul turadi va ilovani yaratishga ham katta pul ketadi. Shuni ham inobatga olasizlar. Va Interlink networkni qidiring va o'rnating deb qo'yibdi. Buni o'rnatasizlar. Interlink network deb yozamiz internetga. Mana shu narsa. Shuni o'rnatib olasizlar. Endi qaranglar. Ro'yxatdan o'tasizlar. O'zingizlarning identifikatorlaringizni yaratasizlar. PIN kod qo'yasizlar va shaxsiylarni tasdiqlaysizlar. Shaxs tasdiqlash bu pasport emas, shunchaki через Telegram, через Google Pochta, ya'ni Gmail yoki через Facebook. Mana shu uchalasidan bittasidan orqali kirasizlar, и всё. Undan keyin referral kod bo'lar ekan. Ilovaga kirganingizdan so'ng referral kod bo'lar ekan. Bu qanaqa? O'zingizlarning profilingizga bosasizlar. Misol uchun hozir men ko'ryaptim ekan. Xullas, o'zingizlarning profilingizning rasmini ustiga bossanglar, chiqadi. Do'stni tavsiya qilish tugmasi va u yerdan referral tugmasini bossanglar, sizlarga referral kod berar ekan. Kod mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana shunaqa kodni olasizlar-da, kiritasizlar. Kiritganingizdan so'ng bu tasdiqlaydi, tasdiqlashdan o'tasizlar. Bonus tangalarini olasizlar ekan, mana bunaqa tanga berar ekan. Keyin dalil yuborishinglar kerak bo'lar ekan. Dalil qanaqa bo'ladi? Ya'ni mana shu saytda o'zida mana bu rasmini qo'yib qo'ygan, ko'rasizlar. Akkauntingizga bosasizlar, ro'yxatdan o'tganingizlar, ID'ingizlar, mana shu joyini короче screenshot qilasizlar, shundaylar. Agarda yuzingizlarni tasdiqlash so'rasa, mana bu odamman degan joyi, I'm human, shuni bosasizlar. Boyaga referral tizim haqida gaplashgan joyimiz mana bu joyda. Va screenshot qilib olasizlar, har kuni foydalanib turasizlar. Mana bu uzluksiz qazib olishni ham tasdiqlaysizlar ekan, ya'ni o'zi avtomatik nimadir qazib olar ekan. Men sizlarga hozir ya'ni ustini aytib o'tib ketyapman, ya'ni ichini aytmayapman, sababi men bu shartni hali bajarmaganman. Sizlarga mavzusini tushuntirib beraman, чтобы kelajakda sizlar boshqa shartlarni ham qilishinglar uchun. Chunki hozir men bu shartni ko'rsatib bersam, qilib bersam, sizlar saytga kirsanglar aynan bu shart bo'lmasligi mumkin. Chunki tugagan bo'lishi mumkin, olib tashlagan bo'lishi mumkin. Balki bo'lar. Shuning uchun men sizlarga aynan o'qib tushunishinglarni xohlayapman, чтобы o'zingizlar mustaqil qilishinglar uchun, mukammal qilishinglar uchun. Va xullas mana shu shartlarni to'g'ri qilasizlar. Mana bu yerda link bor, mana shuni yuklab olasizlar, screenshotini yuborasizlar, и всё. Va buni sizlar shartini bajarganingizdan so'ng sizlarga mana qarang. Ishtirok etganingizdan keyin 4 soat ichida bo'lishinglar kerak ekan. Mana shu narsani ko'pchilik o'qimaydi. Misol uchun bitta ochib qo'yib, ertaga qilib qo'yadi, indinga qilib qo'yadi, keyin pul to'lamayapti deb yuradi. Shuni qilasizlar. Vazifaga qo'shilishni bosib ham qo'shilsanglar bo'ladi. Bo'ldi, unaqa qiyin joyi yo'q. Faqat o'sha qayerdadir ro'yxatdan olib, nimadir screenshot qilib yoki qanaqadir kodni olib qo'yishinglar kerak bo'ldi. Va undan keyin bosh sahifaga qaytib, qolganlarida ham xuddi mana shu narsalarni o'qib,
qilishda davom etasizlar. Mana yana boshqalari bor o'rtoqlar. Vazifaga qo'shilishni bosib, hammasiga o'rtacha 4 soat berar ekan. Bu yerda hozircha 3 ta vazifa mavjud. Endi qaranglar, bu yerda vazifalar misol uchun har xil bo'ladi. Faqat bugun hozir sizlarga ko'rsatganim emas, ertangi kuni, indin kuni sizlar bajarib bo'lganingizdan keyin yana chiqishga boshlaydi vazifalar. Ya'ni hozir mana shu yerda turgan emasda, mana bu yerda turgan emasda, boshqalari ham chiqib boradi. Shuni ham inobatga olasizlar va yangi shartlarni kutasizlar. Xo'p, bu saytda aniq menimcha summa ishlaysizlar deb YouTube'da aytmayman. YouTube'da mumkin emas bu narsa. Ya'ni bloklaydi. Shu sababli Telegramga o'tsanglar, men sizlarga taxminan aytib qo'yaman. Qancha o'sha ishlash mumkin va bitta-ikkita masalalarni ham yozib qo'yaman. Shuning uchun pastda Telegram bor, unga ham o'tib olinglar o'rtoqlar. Xullas, mana shu sayt keyin pul yechish qoldi. O'zingizlarni mana bu ism familiyalarga bosasizlar. Bu yerda mening kreditim degan joyi bor. Mana shunga bossanglar, sizlar qaranglar. Mana bu hozir o'zini tiliga o'zgartiraylik. Mana Hunt, Ethereum adashmasam, Steam bor ekan va TRX bor ekan. Mana bu TRX ko'pchilik ishlatadi, lekin bu yerda 10% komissiyasi bor ekan. Shuni ham inobatga olasizlar. Misol $100 ishlasanglar, $10 komissiya, $90 chisti o'tkazib berar ekan. Mana shu TRX bu dollar bo'lgani uchun Binance da yoki boshqa joylarda ishlatishinglar mumkin. Misol uchun Binance bor mana. Binance bor va boshqa shunaqangi birjalarda ro'yxatdan o'tib, akkauntinglarni tasdiqlab qilishinglar mumkin. Akkauntni Binance'da qanaqa ro'yxatdan o'tib akkauntinglarni tasdiqlash yoki Binance'dagi pulni qanaqa Humo kartaga yoki Uz kartaga yechib olish men Telegram kanalimda to'liq video darsligi bilan joylashtirilgan, faqat qidirishinglarga to'g'ri keladi. Keyin bitta narsa, hozir men sizlarga mana shu saytni ko'rsatdim, to'g'rimi? Misol uchun qaranglar. Bu yerda mana shunaqangi saytlarning bizda ro'yxati bor. Mana pastda chiqyapti, ko'rasizlar. 100 ta sayt ro'yxati bor. Mana shu saytdan mana shu ichida fayllar. Bu yerda 100 ta sayt ro'yxati qaysi yo'nalishlar? 10 xil yo'nalish bo'ladi ichida. Ya'ni mana bunda sun'iy intellekt yordamida ishlaysizlar, mana bunda mining orqali ishlaysizlar, mana bunda hozirga o'xshab tasklarda, qaysilarida freelance, kasb orqali ishlaysizlar, blogerlik. Xullas saytlar nomlari keltirilgan. Buni olmoqchi bo'lsanglar, narxi 109.990 so'm. Pastda o'sha Telegramga o'tib adminga murojaat qilsanglar, sizlarga mana shuni tashab berishadi, faqat to'lovi bor. Agarda yo'q, shunchaki bepul o'rganmoqchiman desanglar, videolarimizni ko'rishda davom etsanglar, mana shu faylda 100 ta sayt hammasini birin-ketin obzor qilib beramiz. O'sha ikkitasi qilindi, ya'ni Grab Points va Nomad Task. Shuni ham inobatga olasizlar o'rtoqlar. O'zingizlarni fikringlarni izohlarda albatta yozib qoldiringlar bu sayt bo'yicha. Ya'ni necha pul ishladinglar, sizlarga ma'qul keldimi, yo qaysidir joyda qiyinchilik tug'ilyaptimi yoki qanaqadir xato chiqyaptimi, yozib qoldiringlar. Biz qo'ldan kelgancha o'qib, hammasiga javob berishga, yordam berishga harakat qilamiz, чтобы sizlar tushunib, umuman daromadga chiqish imkoniyatini yaratib berish uchun o'rtoqlar. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Shunaqa gaplar. Videoni ko'rdinglar, o'ylaymanki sizlarga tushunarli bo'ldi va pul ishlashni o'rganib oldinglar. Bu saytda o'rtoqlar o'sha navbati bilan o'zi chiqib turadi tasklar. Bemalol o'zingizlar ko'rib, o'rganib, pul ishlab ko'rishinglar, tekshirib ko'rishinglar mumkin. Bu videoda qaysidir joyi yetishmagan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Buni ko'rib chiqamiz va to'g'rilashga harakat qilamiz. Bugungi videomiz shunaqa chiqdi. Sizga video yoqqan bo'lsa va pul ishlash sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa internetda, albatta like bosib qo'ying va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz ko'plab saytlarni hali obzor qilib, test qilib sizlarga chiqazib beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan men Jamshid Mirzayev bo'ldi. Gaplashamiz. Peace.